Assalomu alaykum hammaga. Mana yangi agregatimiz 3HP 380 ni ishlaydi. 2,5 ga 5 xonaga qo'yilyapti. Mana bu ikkita agregat qopda chalinib 10 ga qo'yilyapti. Bu chorsidagi podvolli tvorog, qattiq sut saqlaydigan xona. Arazli xona. Hammasida masalliq bor. Achimagan, sasimagan, ishlab turibdi hamma xaladinni. Mana bu yoqda ham prosta sovug'ini ko'tarsa, tok ko'p yeb qo'yapti shuni hisobiga. Ekonomik variant. Kimga shunaqa xaladinni konditsioner, betovoy texnika xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirib qo'yaman. Xudo xolisa chiroyli kelishtirib beramiz. Hammaga rahmat.